Hozirgi vaqtda mijozlarimiz orasida viza muddati tugashiga yaqin 1-2-3 kun oldin yangi viza topshirishga harakat qilganlar bo'lyapti. Va natijada hujjatda ba'zi bir kamchiliklar sababli viza muddati tugagan kunga yangi vizasi tayyor bo'lmasdan fuqarolardan ichida shtrafga tushib qolganlar bo'lyapti. Shu mijozlarimiz orasida ayniqsa ko'proq bee'tiborsizlik bilan shunaqa holatga tushib qolganlar bo'lyapti. Yana so'rab yozishyapti va xotomonlardan bir ikkita ukamiz yozishdi. Keyin o'zimizni shu vodiy tomonlaridan ham shunaqa holatga tushib qolgan odamlar bo'lyapti. Yana registratsiyaga qo'ymasdan 60 kunda kunim bor deb registratsiya qilmasdan chegaradan o'tib yurgan odamlar ichida ham hisobini olmasdan u tomonda Qirg'iziston tomonda bo'lganda registratsiyasiz yashash muddati tugab 1 kun o'tib yana jarimaga tushib qolgan holatlari bo'lyapti. Shu uchun avvalgi videolarimda ham bir aytib o'tgandik. Qachon topshirish kerak vizaga o'zi? Agar sizni действующий vizangiz bo'lsa, ya'ni hozirgi vaqtda vizangiz bo'lsa va viza muddati tugashiga 10-15 kun qolgan bo'lsa, ayniqsa bu 1 yillik vizasi bor fuqarolarga, shaxslarga tegishli 1 yillik vizasi bor akalar ancha расслабленный bo'lib, viza muddatiga uncha e'tibor bermay qoladi, ish bilan bo'lib, shunaqa holatlarda 1-2-3 kun qolganda yoki 1 kun 2 kun qolganda yangi vizaga topshirish даже o'sha 1-2 kun qolganda ham emas, o'sha viza muddati o'tib ham ketyapti. O'zlari bilmagan holatlarida, shunaqa holatlarda jarimaga tushib qolgan holatlar bo'lyapti. Jarima bu yerda jarima miqdori ham 5,5 ming 6 ming atrofida bo'ladi jarimani o'zi va plus yana bu yerdan chiqish uchun yana отдельный viza qilinadi va boshqa viza xarajatlari bor 5,5 ming. Обидно bu, конечно. Ayniqsa faqat 1-2 kun deb shunaqa katta расходga tushib qolish обидно. Hop, shu uchun avvalgi videolarimda ham ta'kidlab o'tgandim. Yangi vizaga qachon topshirish kerak? 10-15 kun oldin harakat qilish kerak. Chunki yildan yilga bu viza sistemasida yangi talablar paydo bo'lgani uchun o'tgan yili qilgan odam, viza qilgan odamda bu yil hujjatda kamchilik bo'lishi mumkin. Bu hujjatda kamchiligini to'g'rilash uchun 2-3 kun, 3-4 kun vaqt ketib qolyapti. Natijada ulgurmasdan, расчетnomasidan shunaqa jarimaga tushib qolyapti. Bundan tashqari yana shunaqa holatlar bo'lyapti. Bu holat ayniqsa biz o'zimda ham bo'lgan, shaxsan o'zimizda bo'lgan. Nima? Ya'ni u yoqda fuqaro yuradi, registratsiya bilan yuradi, 2 oylik registratsiya bilan. Registratsiya muddati tugashidan 1-2 kun oldin, 1-2-3 kun oldin yoki shu registratsiyaning oxirgi kuniga qadab turib o'tayotgan aka-ukalarimiz bo'lyapti. Bunda nima bo'ladi? Bu yerda o'zi noaniqlik bor. Ya'ni qonun bo'yicha registratsiya kuni oxirgi kuni fuqaro chiqib ketishi mumkin chegaradan. Hech qanaqa shtraflarsiz, jarimalarsiz. Chunki unda hujjat bor, registratsiya bor. Официальный toza registratsiyasi bor. Bu registratsiya bilan o'zi chiqib ketsa bo'ladi qonun bo'yicha. Lekin shunday holatlar bo'lyapti. Chegara xodimlari tomonidan registratsiya bo'lsa ham oxirgi kuni yoki 1-2 kun. O'zimizda ham bo'lgan holat bu. Shuning uchun men jon kuydirib aytyapman. Bu faqat bizda emas, boshqa ko'p fuqarolarda bo'lyapti ekan. Shuning uchun shuni ta'kidlab o'taman. Ya'ni limitim bor deb registratsiya bilan yurgan
akalar, ukalar, opa-singillar, ayniqsa kelinlar ichida ham bo'lyapti. Ya'ni registratsiyaning oxirgi kunlariga qadab turib chiqaman deydi. Chiqayotgan mahalda shu xodimlar o'tkazmaydi, orqaga qaytarib yuboradi. Qaytarib borsa, o'sha qaytarib yuboradi, qaytarib yuborayotganda o'sha akt beradi. Ya'ni nima sababli chiqarmadi? Vizasi yo'qligi sababli chiqarmadi deb qo'yapti. Endi bu masala shu подопросный masala shunaqami qonun bo'yicha yoki unaqa emasmi? Lekin qonuniy registratsiya bergandan keyin shu kunda chiqib ketish haqqi bor. Lekin amalda unaqa bo'lmayapti. Shu uchun yana qaytarib aytyapmiz, registratsiyangiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham 10 kun. Bo'lmadi deganda bir hafta oldin vizaga harakatlari qilishlari kerak. Va shtobi nimaga tushmaslik uchun, jarimaga tushmaslik uchun, yo agar viza qilmasdan chiqmoqchi bo'lsanglar, shu bir hafta oldin, 4-5 kun oldin registratsiya buyurgan bo'lsa chiqib ketish kerak, tavsiya qilamiz. Chunki arzimagan 1-2 kunni deb 10 mingdan ko'proq 11 ming, 1,5 ming atrofida rasxod bilan chegaradan chiqiladi. Keyin qaytib kirmoqchi bo'lsa, undan tashqari yana viza qilinadi. Xo'p, bu hozirgi vaqtda juda ko'p bo'lib ketdi. Hozir biz mijozlarimiz orasida ham ko'p bo'lyapti. Bir kunda o'zida 4-5 ta shunaqa holat bo'lyapti. Shuning uchun buni video qilib chiqishga qaror qildim. Shtobi boshqa odamlar ham buni ko'rib, shuni xatoga yo'l qo'ymaslik uchun shunaqa